Tojikiston investitsiya faolligining yuqori sur'atlarini saqlab qolmoqda va Markaziy Osiyodagi eng tez rivojlanayotgan davlatlardan biri bo'lib qolmoqda. Bu haqda 11-iyun kuni Dialog TG yangiliklar portali xabar berdi. Portal Yevropa tiklanish va taraqqiyot bankining 2026-yilgi mintaqaviy iqtisodiy istiqbollar hisobotining iyun oyidagi soniga ishora qiladi. Bank ma'lumotlariga ko'ra, 2026-yilning birinchi choragida Tojikistonda asosiy kapitalga yo'naltirilgan investitsiyalar hajmi o'tgan yilning mos davriga nisbatan 34,2% ga oshgan. Bunday yuqori o'sish sur'ati mintaqadagi eng yaxshi ko'rsatkichlardan biri hisoblanadi. Taqqoslash uchun Qirg'izistonda asosiy kapitalga kiritilgan investitsiyalarning o'sishi yillik hisobda 25,5%, Qozog'istonda esa 6,4% tashkil etdi. Yevropa tiklanish taraqqiyot banki bu o'sishni yirik infratuzilma va ishlab chiqarish loyihalarini amalga oshirish bilan bog'laydi. Asosiy omillar qatoriga rog'un gez qurilishi, sanoatni rivojlantirish va ishlab chiqarish quvvatlarini kengaytirish kiradi. Tojikiston investitsiyalar va davlat mulkini boshqarish davlat qo'mitasi ushbu ko'rsatkichlar mamlakat iqtisodiyotiga qiziqishni tasdiqlayotganini va ustuvor tarmoqlarga mahalliy va xorijiy investitsiyalarni jalb qilish uchun qo'shimcha imkoniyatlar yaratayotganini ta'kidladi. Emomali Rahmonning diktatorlik rejimi Tojikiston iqtisodiyotining ustunlarini egallash uchun mustamlakachi kuchlar, xorijiy investorlar va xususiy fondlarga eshiklarni lang ochmoqda. Mintaqadagi eng qoloq mamlakatning asosiy investorlari qatoriga Xitoy, Rossiya, Osiyo taraqqiyot banki, Jahon banki, Yevropa tiklanish taraqqiyot banki va boshqalar kiradi. Tojikiston hukumati tashqi qarz shartnomalariga muvofiq foizlar va asosiy qarz to'lovlarini muntazam amalga oshirishi shart. Bu kreditlar davlatning qarz yukini oshiradi. Tojikistonga berilgan kreditlarning aksariyati foiz evaziga beriladi. Bu esa islomda taqiqlangan sudxo'rlikdir. Bundan tashqari, kapitalistik investitsiyalarning yana bir jihati bor. U Tojikistonda yo'llar va tunnellar qurishga, energetika loyihalariga va oltin, kumush va boshqa foydali qazilmalarni qazib olishga yo'naltiriladi. Bularning barchasi musulmonlarning umumiy mulki. Emomali Rahmon diktatorlik rejimining mulki emas. Allohning irodasi bilan payg'ambarlik minhoji asosidagi Roshid xalifalik tez kunlarda mamlakatni va uning xalqini ozod qiladi. Musulmonlarning umumiy mulki bo'lgan tabiiy resurslar va energiya manbalari ustidagi nazoratni musulmonlarga qaytarib beradi. Ibn Abbos radhiyallohu anhu ning rivoyat qilishicha, Rasululloh sallallohu alayhi vasallam shunday deganlar: Musulmonlar 3 narsada, ya'ni suv, o't o'landa va olovda sherikdirlar deganlar.